Do'stlar, bundan buyog'iga men sizlarga tekinga qo'y boqib beraman. Faqat bitta sharti bor. Shu kunlarda YouTube kanalimni ochgandan beri ko'plab savollar kelib tushadi menga. Qo'y boqib berasizmi? Domda turaman, pulim bor, lekin sharoitim yo'q. Sizga pul beraman, xohlagancha yemin olib beraman, menga qo'y boqib bering, qo'chqor boqib bering degan savollar juda ko'p kelyapti. Kuniga bitta ikkita odam direktdan yoshadi, telefon qilishadi, birgalikda qo'y boqa olamizmi siz bilan degan taklifda. Xo'p, endi qaranglar, sizlarga bitta tasavvurlarga keltiraman. 10 ta qo'chqor olib kelib qo'ydinglar o'tga bog'lab, 5 tadan qo'yib qo'ydinglar. 3,5 million, nari borsa 4 milliondan oldinglar. 40 million pulingiz ketdi. Unga 5 oy boqishimiz kerak daromadga chiqishingiz uchun. 5 oy boqdik, 5 oy boqqanimizda 6 million yoki-da 7 millionga sotadigan bo'lamiz. 6,5 million, grup gabarit 6,5 million ga sotdik, 65 million, 40 million olgan bo'lsa, 25 million pulimiz qoldi. Qo'chqorlarimizni har xil kasal bo'lishi bor, ves olishi bor, tushishi bor, plyus minusi bor. 5 million ayirib tashlaymiz. Xo'p, yeb ichishi 10 ta qo'chqoringiz oyiga 200 mingdan yeganda 2 milliondan yeydi. 5 oy davomida 10 million yeydi. 10 million olib tashlaymiz. 10 million qoldi, 20 milliondan 10 million olib tashlaysak. Qo'ydan topgan bor barakelarning yarmi meniki bo'ladi. Desam, menga qo'y boqtirarmi deyli. Savol. Endi o'sha 10 millionni 5 millionni menga berasiz, boqib bergan xizmatim uchun. To'g'ri keladimi? To'g'ri keladimi degan savol bor. Ko'pchilik qo'y boqishga qiziqadi, barakasi borligini biladi, xohlaydi, lekin tushunmaydi. Qanaqa qo'y boqish kerak, nima qilish kerak. Shunaqa tavsiyalarni men o'zim kanallarimni qo'yib boraman. Ko'rib borsanglar bo'ladi. Noldan boshlab bizlarni kuzatib kelayotgan obunachilarimiz bilishadi, qanaqa tartib boqyapmiz, nima qilyapmiz, hamma narsani ko'rsatib ketganman. Lekin hech kimga, birovga qo'chqor yemlash uchun olib berishga, boqtirishga maslahat bermayman. Sababi sizlar o'ylagandek bu foyda keltiradigan narsa emas. Qachonki o'zingiz boqsangiz, o'zingiz mehr bersangiz, o'zingiz quloq ostingizda bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz kontrol qilib ola olasiz. Ishingizdan tashqari bo'lgan ikkinchi daromadli ish bu. Qo'chqor birovga boqtirib yemlab daromad olib bo'lmaydi. Daromad oladiganlar bor, ular cho'ponlarga, dalalarga, dashtlarga, tog'larga boqadigan cho'ponlarga qo'ylarni berib olishadi, urg'och qo'ylarni berib olishadi, qo'chqorlarni emas. Ular o'zidan ko'payib soniga, misol uchun 20 ta olib berishadi urg'och qo'ydan, 2 yildan keyin o'sha 20 tasi 40 ta bo'lib qaytadi. O'shandan qanchadir qismini cho'ponga berishadi, qolgan qismini o'zlariga olib sotishadi yoki-da yana ko'paytirishadi. Ana o'shandan baraka bo'ladi. Yemidan, xashir-xushidan yutasiz, tog'da ovqatlanganligi, daladashda yeganligi uchun sizga uncha ko'p minus kelmaydi. To'g'ri, bolalar o'lib qolishi mumkin, lekin prirodasi ancha yaxshi bo'ladi. Qo'chqor yemlatadigan bo'lsangiz, qo'chqor boqtiradigan bo'lsangiz, buni joyda siz daromadingiz yarmidan ayrilasiz siz qilayotgan riskli ishingizga, tikayotgan pulingizga keltirgan daromadi arzimaydi. To'g'ri fikr bera oldim degan umiddaman. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.